Xonaga Shayxontohur tumaniga kelganman. Shundoq Shayxontohur ro'dining to'g'risida mana bu chiroyli Novostroyga tushgan, orqasida detskiy plashadka, mashina qo'yadigan joylari bor. Bu yog'imiz shundoq Samarqand Darvozadan kelyapmiz. Joylari zo'r. 2 xona, 7-qavat, 45 kvadrat, Yevro remont, mebel, texnikalar, Iron gilam, turetskiy yana bir narsalar. Hozir ichini ko'rsataman. 7-etaj. Aytaman-ku har doim alagani kuyovi dizayner. Uy yorib yuborishgan, remontga gap yo'q. Kelib ko'rasizlar, har qayerda shunaqa ekan deb kommentariyga yozib ketasizlar. Kiraverish, mana stroyning hamma narsalar juda did bilan dizaynerskiy. Mana hammom tualetlarni qaranglar, qimmat-qimmat yaxshi narsalar, installyatsiyalar, kir mashinalari yaxshilaridan qo'yib qo'yilgan. Mana bu yoq mana spalniya, oynasi bor, mebellari, hamma narsalar tayyor. Shundoq olasizlar, kiyim-kechak, idish-tovoq, shundoq yo'ldan ro'zg'or qilasizlar, kirib yashaysizlar. Mana bu yog'imiz zal. 45 kvadratga shunaqa ixcham, kompaktni, chiroyli ranglarni ham aytaman, lyustralari ham bir anaqa. Oshxonani qaranglar. Hani bo'ldi, ortiqcha narsa yo'q bu. Shunday kirasizlar, mazza qilib bu ranglagan ovqatlar pishirurgilar keladi. Xullas joyi zo'r, aytganimda yo'l yuzi, Novostroy, O'zbekda korobka narxi 1200-1300 bo'lib ketibdi. 2 xona 45 kvadrat narsalar bilan egalari narxini 81 ming so'rashyapti. Pastda egalar nomeri, aloqa chiqinglar, kelinglar, savdolashib, mazza qilib yashanglar. Niyat qilib yurganlik bundan zo'rlar nasib qilsin. Amin. Tamom.